Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube kanal kuzatuvchilari. Mana bugun 14-noyabr 2025-yil gazobloglarimizni ishlab chiqaryapmiz. Navbatdagi zakazimiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga jo'natyapmiz. 1700 ta zakazimiz bor edi. Mana hozir birinchi reysni yuklayapmiz. Kimga shunaqangi quruq gazoblovlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. Mana qurug'idan har qancha bor, yetarlicha bor. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz bilan 16,5 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Mana bu yerda ham yetarlicha gazoblogimiz bor, quruqlardan. Xudo xohlasa razmerlari ham cho'tki, razmerlarga javob beramiz. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun gazobloglarimiz razmerlari 20 sm eni, uzunligi 60, balandligi 30 sm bo'ladi. Bizi manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Kimga shunaqangi gazobloglar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. Gazoblogga asosiy vazifasi issiq sovuq ushlovchi hisoblanadi. Termiz vazifasini bajaradi. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz mana.